Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun chorshanba. Tövəndəki xabarlarimizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy Tangirtaq xabar torining 2 ayning 20-kundagi xabarda bildirilishicha, 20 fevral Xitoy hukumatining atalmış Xinjiang Avtonom rayonluq partiya komiteti yezi xizmatlari yig'ini Urumchida o'tkazilgan. Bu yig'inda atalmış Avtonom rayonluq partiya komitetining sekretari Ma Shunri nutq so'zlagan. Bu so'zida Sharq Turkistonda kuchli dehqonchilik bazasi rayoni qurish nishonini tizilib, a'lo sifatli dehqonchilik mahsulotlari bilan ta'minlash bazasi qurishga alohida kuch chiqardiganligini ta'kidlagan. Yana u Xitoy hukumatining bu rayonda boqmachilik mahsulotlarini, ezigilikni va yezilarni zamoniylashtirish atalmış yangi muvaffaqiyatlarni maqtab, buningdagi bu rayonni davomli Xitoycha uslubda zamoniylashtirish amaliyotini texmo yaxshi ilgari surish haqida bir qator ko'rsatmalar bergan. Maşinuri yig'in jarayonida ochliq va dehqonchilik mahsulotlarining har vaqt muqim va bexatar ta'minlanishi kafolatli qilib, Xitoy davlatining strategik ochliq ishlab chiqarish iqtidorini texmo oshirib, bu rayonda zapas ochliq saqlash bazasini texmo kengaytib, ochliq ishlab chiqarish miqdorini ilgarigidan 1 million tonna oshirib, umumiy mahsulot miqdorini 22 million tonnaga yetkazishga tirishimiz degan. Ezigilikning sirtqi chiviti saviyasini o'stirib, ochliq import qilish va pishiqlab ishlash bazasi qurib, davlatlik ochliq zapasi ombori qurish xizmatini jiddiy ilib berishimiz kerak. Paxta kasbini a'lolashtirib, paxta umumiy mahsulot miqdorini 5 million tonnadan oshirishga kafolatlik qilishimiz kerak degan. Yana undan boshqa a'lo sifatli meva va ko'ktatlarni yetishtirishni kuchlantirib, zamonaviy ko'ktat kasbiy zanjirini barpo qilish va boqmachilik kasbini kengaytib, alohida baliqchilikni borliqqa keltirib, Xinjiangning alohidaligi va afzalligini aks ettiradigan zamonaviy dehqonchilik sanoat sistemasining qurilishini tezlatish kerak deganlarni bildirgan. Xitoy Sharqiy Turkistonning ochligini umumyuzlik kontrol qilib, ochliq saqlash aslahalari qurilishini texmo tiziltirayotganligi ma'lum. Xabarlardan ilgarilishicha, Xitoy Sharqiy Turkistonning har qaysi joylaridan 100 dan ortiq jiddiy ahvolda ochliq bilan ta'minlash markazi va 3000 dan ortiq ochliqni yig'ib saqlash va boshqarish korxonasi qurgan bo'lib, bu joylarda yemeklikning yetarli tayyorlik va saqlanishi kafolatli qilib, bu zapas ochliq va yemekliklarni halqaliq paytlarda ishlatish kafolatli qilish tayyorlik xizmatlarini jiddiy ilib berayotganligi ilgari surilmoqda. 2 ayning 19 kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining hukumat to'rbida tarqatilgan xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Maoning 2024 yillik qarorlik axborot e'lon qilish yig'inida Reuters agentligining muxbiri so'ragan savoliga javob bergan. Reuters agentligining muxbiri Volkswagen o'xshash Germaniyadagi bir qism cho'ng shirkatlar Xinjiangdagi majburiy emgakdan ansirab, Xinjiangdagi tijoratini qayta o'ylanmoqda yoki o'tkazadi. Xitoy bu xil andishalarni pasaytish uchun yana nimalarni qila oladi? Xinjiang oxirida g'arb tijorati munosabatidan ayrilib qolamdi deb so'ragan. Maoning muxbirning so'ragan savoliga javoban Tashqi ishlar ministri Wang Yi Myunxen bexatarlik yig'iniga qatnashganini ko'rsatib o'tgandek, bir qism siyosiy kuchlar Xinjiang haqida bek ko'p mish-mish paranglarni tarqatib, xalqaro bek ko'p yolg'on uchurlarni paydo qildi. Atalmış majbur emgak ularning biri. Bu kishilarning Xinjiangga munosabatli yolg'onchilikni o'ydirib chiqarishdagi maqsadi Xinjiangni qalayimqonlashtirib, Xitoyning taraqqiyoti va gullashini to'sish. Ular kishilik huquqni bahona qilib Xinjiangda majburiy ishsizlik va namratlashishni paydo qilmoqda. Bu plan muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Xinjiang hozir ijtimoiy muqimlik, iqtisodiy taraqqiyot, millatlar ittifoqligi va diniy inoqlikdan bahramand bo'lyapti. Xinjiangdagi har millat kishilarning huquqiy va manfaati unumli qo'g'dildi. Biz aloqador shirkatlarning paketga hurmat qilib, haq-naqni farqlantirib, Xinjiangga mablag' selish va taraqqiy qilish borasini qadrlashini umid qilamiz deb javob bergan. Maoning yana boshqa muxbirlarning so'ziga javob berib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda berayotgan jinoyatini o'chirishga va yo'q qilishga uringan. Xabarlarimizga ko'ngillilar rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.